Assalamu alaykum. Xitoy qo'laydigan az qoldi nomli programmamning aziz ishtirokchilari. Men Gulshan Abduqodir Sahar, Kanadaning Toronto shahrida yashayman. Bugungi Xitoy qo'laydigan az qoldi nomli programmamning 21-qismi orqali sizlar bilan yuz ko'rishganligimdan intayin xursandman. Bugun men programmamni o'tganki 20-qismning davomi sifatida davomlashtiraman. 20-qismda Xitoyninki zodi nima uchun Uyg'urlarni vatanning ichida jazo lagerlarini qurib, jazo lagerlariga solab, turmalarga solab, Uyg'urlarninki eng ilg'or ziyolilarini, yozuvchi shoirlarni, aql egalarini turmalarga solab yo'q qildi. Chet ellarda bo'lsa Shanxay 5 Uyg'urni qo'g'lab tutish tashkiloti orqali Uyg'urlarni qo'g'lab tutish orqali Uyg'urlarni topshirib berishga zo'laydi. Turkiyalar orqali jinoyatchilarni o'tkazib berish kelishimi qatorli kelishimlarni tuzish orqali Uyg'urni xuddi bir jinoyatchi sifatida chet ellarda qo'g'lab tutishga tirishadi Xitoy o'zining kuchidan foydalanib degan bu savolga javob berib 1998 yılı G'uljinoyevninki Xudyar yezisida yuz bergan 19 aprel Xitoy askarlari bilan bo'lgan to'qinish ham shu yili ayni yili yuz bergan 26 iyun Xudyar nima Xo'jayiz to'qinishi haqida to'xtalish orqali bu ikki to'qinishning oz sondagi Uyg'ur partizanlari qo'lida az qurol bor, oqsabdan yetib boshqa kuchlarning yetib kelish imkoniyati yo'q. Shundaq ahvol ostida Xitoyning shu birinchi nomerlik Longfei degan mamlakat bo'yicha tarbiyalangan ilg'or askarlarni, hatto G'ulji shaharlik zo'ravonlikning oldini olish il viloyatlik zo'ravonlikning oldini olish idorasi il oblastlik qurolli qismlarning askarlarni palasharlarga ko'chirib qo'yganligini ham shu to'qinishlardan G'ulji xalqining, G'ulji mahallalarining panohlik berishi bilan qochib Qozog'istonga chiqqan qahramonlarimiz Hamid Muhammad qatorliq 4 qahramonning hikoyasini so'zlab bergandim. Shu chog'da kirgan 3 Kamaz mashinada kirgan jurnalistga yoshirilgan qurollar, o'zining joyini topmagan qurollar haqida to'xtalgandim. Chora izlash yo'lidagi Uyg'urlarning chorasizlik va qurol izlash yo'lidagi tirishchanliklar haqida to'xtalgandim. Xitoy buningdan qattiq cho'chib ketgan. Xitoylar o'zlariga Uyg'urlarning qo'liga ilg'or qurollar tushib qolgan vaqtida, ilg'or texnikalar tushib qolgan vaqtida qanday vaziyat yuz berdi degan bir andisha bilan Uyg'urlarni qirib yo'qotmoqchi bo'lganligi haqida to'xtalgandim. Shu vaqtda 5-fevral G'ulji inqilobi mezgilida shunchalik Xitoyninki askariy qo'shinlari nurg'un turib, hatto 3-4 Uyg'urga birdan qurolli askar to'g'ri kelgan turib, yani ular shunda yig'lab ayyadab qechib ishkirgan. G'uljidagi Dashichi deb qo'yganimiz cho'ng qatnash bekati deb qo'ygan qatnash bekatlarni Urumchiga mangdigan qatnash bekatlari bas-basib ketgan. Nima uchun bular bu yerdan shunchalik nurg'un askarlar tushimi bexatar his qilolmaydi, qochadi? Chunki ular 70 yildan ortiq vaqt Uyg'urlarning zaminda yashash, Uyg'urlarning boyliklaridan foydalanish jarayonida ishonch deydigan bir Türkni o'rnatamadi, qaqamadi Uyg'ur jamiyatida. Shuning uchun ular shuncha yig'lab qochadi. Bunlardan Xitoylar intan qattiq bir savoq olgan. Shuning uchun Uyg'urlarni vatanning ichida yo'q qilmoqchi, vatanning sirtida yo'q qilmoqchi. U birinchisi o'tgangi qismdagi programmam. Bugun so'zlaydiganim boshqa. Bu yana Uyg'urlarningki o'ziga xos bo'lgan, hatto shu tuzliq suv bilan, tuzliq dengiz bilan normal tuzsiz suv dengiz okeanlarning o'zaro bir-birisiga aralashmaganga o'xshash
Uyg'urlarning Xitoyga hech o'xshamaydigan, hech aralashmaydigan bir qora madaniyati, mahalla madaniyati bo'lganligi. Bu mahalla madaniyati barpo qilgan mashrab va ili chaqchaqlarning ne tuqqan bu mahalla haqida bugun to'xtalman. Uningdan boshqa Jallat Shi Jinpingningki bir yo'l bir balbaq shirin tushi besib o'tgan strategik bir o'ringa Uyg'urlarning joylashib qolganligi va bu yo'ldagi ahvollar. Uningdan boshqa vatanimizningki Sharqi Turkistonning har qanday qo'lni shundoqla uzatib yerdan olsa har narsaningki bir boylik ekanligi. Yer osti, yer usti boyliqlarga aytib mo'l ekanligi qatorliq nurg'ul ko'plagan temalarda so'zlayman. Undan boshqa o'tganki programmamdami sizlarga ta'kidlab o'tgan shu Xitoyninki 7-nomerli hujjati. Buni 1996 yili 3-oyning 19-kuni e'lon qilgan Xitoyninki 7-nomerli hujjati hozirgi shu Uyg'urlarga bo'lgan qirg'inchilik va assimilyatsiya siyosatining xitoylashtirish siyosatininki siyosat uchun chilingan bir signal. Hozir Uyg'ur qizlarini Xitoylarga majburiy to'y qilg'izish, Uyg'ur madaniyatini yo'q qilish, qo'shmaq tuqqan siyosati, Uyg'ur naqshchilarni yo'q qilish, ishlarning hammasi shu hujjatga tayindi. Bu hujjat haqida yana fikrlagan holda to'xtalib o'taman. Bu programmamni boshlashdan avval biz 7-oyning 5-kuni Xitoy Uyg'urlarning tarixidagi eng chong qirg'inchiliklarningki birisi bo'lgan shu 5-iyul Urumchi qirg'inchiligining 16-yilligi munosabati bilan dunyoning har qaysi joylarida jiddiy namoyishlar olib berildi. Gerçi bu namoyishlarimiz 5-iyul Urumchi qirg'inchiligi yuz bergan shu yili diki namoyishchilar qo'shini qaraganda bekchiq bo'lmasmi, ammo dunyoning hamma yerlarida jiddiy namoyishlar olib berildi. Toronto'da shu qatorda Kanada Sharq Turkiston jamiyatininki o'rinlashtirishi bilan namoyish o'tkazildi. Bu namoyishga Tayland turmasidan qo'yib berilgan Po'lat inimiz shu Ottavadan maxsus namoyish qatnashish uchun Torontoga yetib keldi. Torontoda birlikda namoyish qildik. Bu inimizdan Allah razı olsun. Milletimiz texmi razı olsun. Xo'sh bo'ldik. Shu orliq ko'may 8 soat mashina haydashga to'g'ri keldi. Ottavaga berish uchun shu atrofda shu namoyishga yetib keldi. Shuncha xo'sh bo'ldik. Ammo meni sal ümidsizlantirgan va xo'shal qilmagan namoyish jarayonida ba'zi ahvollar bor. Buni tilga ip qo'yishni ben muvaffaq ko'rdim. Bu 5-iyul Urumchi qirg'inchiligininki 16-yilligi munosabati bilan o'tkazilgan bu Torontodagi Xitoy konsulining oldida o'tkazilgan bu namoyishda shu M62 ya'ni M62 programmasi orqali Kanadaning M62 programmasi orqali Kanadaga 10,000 Uyg'urni akilish programmasi hammalarning xabarida bo'lgandek. Shu programma orqali kelgan bir qarindishimizni o namoyishda ko'ramadim, ko'rmadik, qatnashmadim. Undaqcha aytganda, inig'ini aytganda gapning balkim ba'zi ishlar chiqib qolgandi, balkim bu qitim shunda bo'lib qolgandi deb to'g'ri tushunishga tirishdik. Ammo bundaq davomlashsa yaxshi bo'lmaydiganligini men bugun tilga olmoqchiman. M62 programmasini Uyg'urlar
işigim ko'rikdan o'tkicha programmasi qilsa qat'iy yaxshi bo'lmaydi deb o'ylayman. Mushu bir qitim shunday bo'lib qolgandi. Bundan keyin undaq bo'lmas deb o'ylayman. Endi mushu Rad surasi 11-oyatda Alloh bizga shunday deydi. Shubhisizki bir millat o'z hol ahvolini o'zgartmaguncha Alloh ularning ahvolini o'zgartib bermaydi deydi. Bu oyat nimani tushuntirdi desanglar, bir insonning va bir millatning o'z taqdirini o'zgartiradigan kuchni va yoki yo'lni o'zini izlash kerakligini xatırlatadi. Texim chunqurlagan holda mulohaza qilsak, bir millatning mavjud bo'lib turishi yoki yo'q bo'lib ketishi faqat shu millatning cho'qqan silishi, ko'chalarga to'kilib namoyish qilishi bilan Allohni qanchalik darajada ta'sirlantirishi bilan munosabat ekanligidan bo'ldi deganlik albatta. Men o'tgan qitim yozgan maqolalarimda ko'p ta'kidlab o'tgandim, namoyish vijdonning ko'chalarga to'kilishi deb. Agar navbatda biz vijdonimizni ko'chalarga to'kalmayotganmiz, biz dinimizdami ishni o'rganmagan, dinimizmi bizga ishni o'rgatmagan bo'ladi. Vijdon ko'chalarga to'kilmaganda Pravinga qarshi Osiyalar bo'yin qisib qolgan. Zolimlarning zolimligiga yo'llar dag'dam ichilgan bo'ldi. Undaqda Uyg'urlik majburiyatimizdanmi eg'iz ochmay turaylik. Uyg'urlik majburiyatimizdan eg'iz ochmay turgan taqdirdami dindorligimizni oldi bilan bir dindorligimizni taroziga sepib baqsaq bo'ldi. Eğer Uygurlar Kanada hükümetinden yol koygan M62 programmasını işigim körükten ötüvalgıça programmasıga aylandırıp koydikken o halda biz Uygurluk ahlakımızı yokutup koygan, insanlığımızı ve vicdanımızı yokutup koygan bir milletke aylanıp kalgan bolumuz. Türkiye'deki nurgulluğun dini ölümalar şu Türkiye'deki Uygurlarning Kanada qatorliq Hristiyan davlatlarga ketishini, dinimizni ayrilib qilishninki shapsi deb ansiravatadi. Undaq emas. Asli dindan ayrilib qilish, zulmga qarshi turadigan axloqimizdan ayrilib qilish, insonligimizdan ayrilib qilish, bilish va his qilishdan iborat aqlimizdan ayrilib qilish. Ko'chalarga to'kilolmaslik bilan vijdonimizdan ayrilib qilishdir. Muşunda buğa vaqtida biz aslida o'z dinimizdan ayrilib qolgan bo'lamiz. Agar biz bir millat sifatida yo'q bo'lib ketishga da'vo kelib qolgan bo'lsak, bu Xitoy qirg'inchiligidan emas, balki milliy va diniy axloqimizni, vijdonimizni, insonligimizni yo'qotib qo'yganligimizdan bo'lgan bo'ldi. Mahiyatda mushu M62 programmasi Kanada hükümetinin Uygurlarga bergan eng esil so'g'iti bo'lishdan avval Xitoy qirg'inchiligiga uchrayotgan xalqimizning, jazo lagerlarida ingrayotgan qarindoshlarımızning chet ellardagi Uygurlar uchun bergan bir umid so'g'isi. Qaytadan tirilib, o'rnidan dastur so'g'isi. Tövəndə mən Xitay hökumətinin nima üçün Uygurlarni vətən içində cəza lagerlərini qurub chet ellərdə bolsa, Şanxay 5 həmkarlıq təşkilatidək çoğ təşkilatlara əza qəbul qilish orqali qo'llab tutish ib bardığanlığının səbəbi. Bunun mahiyyəti haqqında to'xtalmoqchiman. Bunun da bizning Xitoyga o'xshamay qoldigan eng muhim alayidliklerimizden birisi bo'lgan Qoro medeniyetimiz haqida to'xtalman. Qoro medeniyeti Uygurlarning mustahkam bir medeniyetlerining birisi bo'lib, butun Sharq Turkistonning har qaysi Qashqar, Xotan, Aqsu, Kucha, To'qsin, Qumul qatorliqlarda o'xshamaydigan o'ziga xos Qoro medeniyetlari bor. G'uljidimi shu. Uygurlar bir Qoroga ko'chib kirishi bilan oldi bilan Osmaxina
gül çiçeklerini ekirdi qorağa. Onundan keyin G'uljilarda üzüm baranlıq qorolar barpo qilib yazıq çayxanlar saladi. 6-5 ay kirishi bilan uylarni pokiz aqatib Uyg'urlar qoralarga chiqadi. Qoralarga yazıq çayxanlari, üzüm baranlıqlari hamma ko'ktatdan tortib meva-chevagacha shu qoralarda buldu naydi, yemek içmek, istemalga naydi, intayin ahmiyet berdiğen bulup Uygurlar aşı qoro medeniyeti arqılıq bir Gülgülistanlıq bir qorosu da tarixlardan buyon şundaq yaşap kelgan, mush Xitoylar bastırıp kelishkichi bo'lgan arlıqda 1949-yılı Xitoylar vatanimizni besib olgandan keyin qorolarımızga hujum qilib, qorolarimizdagi aşı o'smirlarimizgachilik putab dastlab chaylab, yanchib, açıqib, aş qorolarimizdimi, deki aş o'smirlarimizdimi, o'sma markasida qash qalam, lak, ko'zga surkaydigan ko'z girim nimalarni yasab setib shularni aş dastlab chaylimgan aş o'smirlarimiz muqammadi yana bo'pti dedik. Uyg'urlar yana chididi, ularni oldi. Üstü Quddus zarlıqlarımız chiroyli Qudduslarlıqlarımızdan dastlab chaylab Xitoyninki shu bir xarakteri bağa yerda gül çiçeklerini dastlab chaylaydigan bir xarakteri bor ekan. Uyg'urlar gül çiçeklerini o'stirguvchi bir millat. Xitoy bo'lsa shu gül giyolarni dastlab chaylaydigan bütün shu kunas to'qqiztara tekaslardagi ne isil bildirgan zarlıqlarimizni dastlab chaylab Xitoylar doğruluk o'simliklarni izlaymiz degan bana bilan shundoq xonavayron qilyapti Uyg'urlar. Uyg'urlarning madaniyatini, qora madaniyatidan boshlangan shu go'zal madaniyatlarni dastlab chayldi Xitoylar. Undan boshqa mahalle medeniyeti Uyg'urlarningki eng mustahkam qo'rg'onlardan birisi bo'lib, Xitoyga qarshi Xitoy bilan hech qanday Xitoyninki assimilyatsiya siyosatiga hech qanday bo'yin egmagan bir xil madaniyat bo'lib, o qo'rg'onlarimizda deganda qizlar, kelinlar chiqib mahallarni supurib, suvlarni chechib, pokiz tozalab, oqatib, havorang Ağaçta aqatib, onun astığı gilrang gilrangdan ranglarını berip, hatta daraxtlarimizdan yerim açılık aqatib, o mahalle degende hech qanday qurt qo'ng'iz bo'lmaydigan ajoyib güzel, ittifoq, pokiz, qo'shnilar o'zaro to'y to'kin bo'lsa, nazar chiroqlar bo'lsa, düşüsü bilen aşı çaydosunu kötürüp hammasi şu qo'raq oqadigan, sabzlarni to'g'rab, bütün işlerini qilib, bolalarni etib, tang yordamlashib, uzdishib, o'shanda qilgan ajoyib bir mahalle madaniyatimiz botdi. Xitoylar kelib, xonavayron qilib, dastlab chaylab, Xitoyning obsharkalari kelib, tankilari kelib, o'sha mahallarni dastlab chaylayotkichi bo'lgan orliqda. O uyalarda bir mesele çıkıp qasımı məlinin çoğunları, ağsaqalları birdəmdən çıtılan şu məsələlərlə, şu ailələrlə süzüşüb, həl qılıdığan, şunda inaq, ittifaq, özara həmkarlaşıdığan, şunçilik güzel, həm pakiz, Gülgülistan qorolarına ega, sancaq, şunçilik güzel məhəllərimiz batdı. Şu məhəllərimizin Xitoylar kelgandan keyin dastlab chaylab, obsharkalar bilan, tankalar bilan xonavayron qildi. Hem de şu Uygur mahalleleri Xitoyga qarshi madaniyatimizni qo'g'dab qilishda mustahkam qo'rg'on bo'lgan. Uygur mahalleleri, Uygur mashrabları, Uygur futbolu, Uygur xalq naqshilari Uygurlarning davlati. Gerçi Uygur xalqini dunyoda intayin qudratli deb qaralgan bir harbiy kuch kontrol qilib turayotgan bo'lsa-mu, Uyg'urlar bu davlatlari orqali asrlardan asrlarga Xitoyning har qaysi davrlarda yurgizgan assimilyatsiya shu siyosatni mansitmay kelgan. Uyg'ur mahallalari shu ili mashribi va ili chaqchaqlarni barpo qilgan
bir o'choq mundaqcha aytganda. Hamda hamma millatninki o'ziga xos narsalari bo'ldi. Bu har odamninki o'ziga xos narsalar bo'lganga o'xshash. Uyg'ur mahallalari, Uyg'ur xalqininki o'ziga xos qimmatli boyligi. Uyg'ur mahallalari uzoq tarixlardan buyon mustamlikachilarning shu Uyg'ur tarixini, Uyg'ur milliy kimligini yo'q qilish uchun ilib borgan har xil ilmiy fikrlarni bijit qilib kelgan mustahkam bir qo'rg'on. Ili chaqchaqlari, ili xalq naqshlari, uningdan keyin ili mashribi. Shu 3 narsani ili G'uljidagi mahallalar tuqqan. Ana mahallalar shu 3 narsani, 3 guharni Uyg'ur xalqiga operaydi qilgan bir oqbash ana deb tasavvur qilsaqmi bo'ldi. Endi aslida mohiyatini aytganda ili mashrablar bo'lsin, ili xalq chaqchaqlar bo'lsin, ili xalq naqshlari bo'lsin, ili futboli. Masalan, G'uljin og'a vaqtimizda bularning hammasi xalq orasida tug'ilib, xalq orasida yashnab, xalq orasida xalq bilan taqdiri chambarchas bog'lanib ketgan, jug'urilib ketgan 3 muhim güher, Uyg'ur xalqining qimmatli güher madaniyatlarining biri. Bu mashrablarni Xitoy qo'qqanlik uchun mahalladagi mashrablarni bir tashkilot deb qaralg'anlik uchun har qandaq vaqtda bir o'ziga qarshi o't oladigan bir pilt deb qaralg'anlik uchun ili mashrablarni 5 fevral inqilobi mezgilida butunlay tozalab yo'q qildi. Hem ili abnum rayonlik televiziya stansiyalarida mashrab degan bir ismlarni qo'yib, ular mashrabni sahnalashtirib oldi. İli xalq chaqchaqlarini shundoq hozir bir Şinjan xalqni radio Şinjan xalq televiziya stansiyasiga olib bir necha odamlarni ashada chaqchaq qilib sahnalashtirib olibdi Xitoy. Bularning hammasi xalqning ichida tug'ilib, xalq bilan yashnab, xalq bilan billa xalqning taqdiri bilan yemirilib ketadigan bir o'lmas qimmatli boyliqlari Uyg'ur xalqining u hargiz sahnalashtirilmaydi. İli xalq naqshli chaqchaqlari va ili mashribining sahnalashtirilishi bu qimmatli güherning yo'q bo'lib ketish girdog'iga berib qo'yayotganligining bisharati bo'lib hisoblanadi. Mayli ili mashrablar bo'lsin, mayli ili xalq chaqchaqlari bo'lsin, mayli ili xalq naqshlari va ili futboli bo'lsin, bu 4 narsadan Xitoyni qo'qib keldi. Chunki bu 4 narsa orqali Uyg'urlar birdamning ichida o'zaro yig'ila bir cho'ng maydonga to'plana oladi, yig'ila oladi, ittifoqlasha oladi. Shuning uchun Xitoy bu narsalarimizdan intayin qo'rqib mahallalarni, mahalla madaniyatini dastlab chaylab yo'q qilishdan boshqa ili mashrablar, mahallalar tuqqan ili mashrablari, ili chaqchaqlari va ili xalq naqshlarini sahnalashtirib mushundaq buzg'unchiliklarni berishga boshladi. Chunki bu mustahkam qo'rg'on Xitoyninki 80 yilga yaqin vaqtdan buyon bo'lgan assimilyatsiya siyosatining hargiz mutiz bukmay mustahkam holda bir xil zanjirsimon holda qo'l mushundaq bir-birisi bilan zanjirsimon bog'lashgan holda Xitoyninki 80 yildan buyon kelayotgan 70 yildan ortiq 80 yilga yaqin vaqtdan buyon kelayotgan assimilyatsiya siyosatini qilchi mansitmidi ham bo'yin eymini. Shuning uchun Xitoy mahallani yo'q qilish uchun ko'p mablag'larni soldi. Xitoyninki Uyg'urlarni yo'q qilishidagi asosiy sabablarning biri ularninki mushundaq kengri ketgan qo'ra Xitoylar hargiz o'xshamaydigan qo'ra madaniyati. Janubiy Shinjang bilan Shimoliy Shinjang o'z ichiga olgan bir-biriga o'xshamaydigan mahalla madaniyatlarning bo'lganligidan rahatsiz bo'ldi. Xitoy o'zlariga qarshi bir jangovar qo'rg'on deb qaralgani uchun bu mahallalarni buzdi va oyoq osti qildi. Endi bu yerdagi yana bir
Uyg'urlarni yo'q qilish nima uchun chet ellardami, vatanning ichidami Uyg'urlarni bunchalik tez darajada yo'q qilish urindi degan vaqtimizda yana bir narsa Xitoyninki ansirayotgani Jallod Shi Jinpingninki shu dunyo miqyosida yo'l qo'yayotgan bir yo'l, bir balvoq strategiyasi davolgan dunyo umum ko'lamininki 26%ni qoplaydigan bir yo'l, bir balvoq Şirin Çi atalmış Şirin Çi'den ibaret bulup bu Xitoyninki Şirin Çi dünyadaki 65 devletni o'z ichiga oldi. 3 dengiz, 2 quruqliq yo'li, 5 yo'linish bo'yicha harakat qildi. Yuqori suratli tosh yo'l, port, temir yo'l ve aydırum arkalık bir vasıta Beijing tutuşudu. Bu bir yol bir balvaqdaki bu qurilishi asosan mushu yuqoridagi turlar arkalık bir vasıta Beijing tutuşudu. Xi Jinpingninki o'tirib qo'ygan bir yol bir balvaq tushi 7,6 milyard dünya nüfusininki 4,5 milyard qismini qoplaydigan bo'lib, jami 305 milyard Amerika dollari xərclənişi bunun da planlanğan. Əmdim şu ötkenki proqramlarımda təkidləb ötüb getdim. 65 milyar dollar məbləğ seliş arqılıq yasılıvatqan Xitay-Pakistan iqtisadi koridoru şu Şiyan'dan başlanıb Qashqarni bevosita Hind okeanining garbiga Guada portiga tutashtirdi. Umum uzunluğu 3000 kilometre bulup Xitay malları bu quruqluq yolu arqılıq Hind okeanga ve Hind okean arqılıq O'rta Sharq ve Afrikaga bemalol yetkildi. Bu rayonlar terrorluq vaqalari eng ko'p yuz berdigan musulmon ve Türk devletler joylashgan jo'grafiyalik o'rin bo'lgandan boshqa Xitoy mustamlikasi ostidagi Sharqiy Turkiston Shi Jinping qayta asliga keltirmoqchi bo'layotgan zamonaviy Ipak yo'lining yurkiga joylashgan. Shirkatga joylashgan bo'lib, bu zamonda Xitoyga mustamlika qilingan Xitoy mustamlika qilgan shu 80 yildan buyon mustaqillik o'tlari qilch o'chib qolmagan Xitoy manbalarininki statistik ma'lumotga asoslangandimi 11 milyon Uyghur yaşaydigan bir zaman. Jallod Shi Jinping bir yol bir balvoq tushini amalga oshirish uchun bu yo'lda putlikashang bo'lish ehtimolligi bo'lgan va har qachon mustaqillik ruhi yolqinjab turgan Uyg'ur degan bu millatni bu zamindan supurib tashlashi kerak. Uningdan boshqa şu Xitay Qozog'iston Qo'rg'os quruqliq bazasi Shi Jinpingning bir yo'l bir balvoq tushini amalga oshirishdagi Xitoyni dunyoga tutashtiradigan yana bir güher yol bo'lib hisoblanadi. Qozog'iston Xitoyning Rossiyadan qolsa ikkinchi cho'ng mablag' sag'uvchisi Xitoy jo'grafiyalik kengaymichiligidan ikkinchi o'tishim ko'rik bo'lib hisoblanadi. Qozog'iston yana Xitoyninki shu zo'r energiya ehtiyojini qamdaydigan daşqazon mundaqcha aytganda yo'g'on bir daşqazon. Yana Xitoyninki şu Xitoy vatanimizninki Qo'rg'os ig'izi orqali temir yo'l bilan Qozog'istonga va dunyoga o'talaydi. Bir qancha yil avval Xitoy Qozog'iston konchilik, neft va yezigligiga 30 milyard dollar mablag' soldi. Xitoy Qo'rg'os ig'izi orqali 50 milyon tonna mahsulotni dunyoga to'shiydi. Xitoy Qo'rg'os quruqliq bazasiga 600 milyon dollar mablag' solgan bo'lg'achqa bu yo'llar albatta Xitoy uchun bexatar va putlikashangsiz bo'lishi kerak. Beshimizga shu Uyg'urlarning beshimizga kelayotganlarning hammasi biz Uyg'ur xalqining ana shunday Xitoy uchun muhim bo'lgan strategik bir tugunninki
haqliq egalari bo'lganligimizdan bu atıdı. Xitoy aslida Malakka bo'g'izi orqali mollarni Amerikaga va Yevropaga tashiydi. Malakka bo'g'izi nihoyat xatarli. Xitoy uchun bexatar emas. Bo'g'ashqa ham bektar, vaqtcha ketadi. Janubiy dengiz orqali ma'moqchi bo'lganda u yerlarni Amerika hozir asos jihatdan nurg'un harbiy qurollarni yetkazib keldi. O dengiz bilan ma'nodan o yo'llarni Xitoyninki Amerika kontrol qilgan ahvol ostida uchinchi bir yo'lga ehtiyoji bo'lib qoldi Xitoyning. Shuning uchun shu Xitoy Pokiston iqtisodiy koridori orqali Goda portiga tutashmoqchi bo'ldi. Buning uchun Uyg'urlarni yo'q qo'yish kerak bu yerdan. Yana birisi qo'rg'as iqsi. Abiyshi qurdiman deb o'tgandek, o'sha ikki guhar tuproq ikki guhar ig'iz orqali Xitoy nimaga tutishishi kerak, dunyoga ichilishi kerak. Buning uchun bu yerda Uyg'urlar bo'lmasligi kerak. Yana birisi undan boshqa Xitoy raisi Jallod Shi Jinpingning Sharq Turkistonda bemalollarda irqiy qirg'inchilik olib berishidagi muhim sabablarninki yana biri bu guhar zaminning bitmasligi emas, shu yer osti va yer usti boyligidan iborat bo'lib, shu Sharqiy Turkistondagi neft miqdori butun Xitoy umumiy neft miqdorining 30%ni, umumiy tabiiy gaz miqdori butun Xitoy tabiiy gaz miqdorining 34%ni tashkil qildi. Sharqiy Turkistonning uzun talloliq paxtasi dunyo bo'yicha dangliq bo'lib, butun Xitoy paxta mahsulotininki 87%ni tashkil qildi. Sharqiy Turkistonning qizilmuchi Xitoy qizilmuch mahsulotininki 5/1ni tashkil qildi. Sharqiy Turkiston qizilchisi butun Xitoy qizilchisining 3/1ni tashkil qildi. Sharqiy Turkiston chillonlari va mevalari dunyo bo'yicha eng tatlı meyveler hesaplandı. Turpanның üzümü, andan keyin qumulның qo'g'ini, Aqsuning alması, Korluning nashbiti, Xotan cho'ngchilini dangliq. Sharqiy Turkiston butun Xitoy umumiy pandir qiyamining shu 90%ni egallaydi. Butun dunyodagi 4 pandir qiyamining birisi shu atalmış Xitoy besib olgan Şinjan, yani Şarkı Türkistan'dan bu hesaplanmış. Ondan keyin şu Amerika, Kanada qatarlıq devletlerdeki, bütün Avrupa'daki ve başka devletlerdeki ama şu McDonald's qatarlıq çoğun restoranlar, zincirlerde işletilayotgan ketçap, mındaq pamdir qiyami, pamdir kichik xaltalar satilgan sandvichlar olib berilgan pamdir qiyami, shuningki qiyami asosan bizningki vatanimizning pandirdan yasaldi. Çünkü bizning vatanimizda kun nurining tushishi shundoq tik bo'lib, kunduz bilan kechining temperatur farqi aniq bo'lganligi uchun pandir qiyamlari yaxshi sifatli. Dunyoda bundoq bir guhar zamin pek kam uchraydi. Shuning uchun Xitoyning Uyg'urlarni yo'q qilishidagi asas sebeplerinin biri bu boylıqlarga öz eg buluş. Ondan başqa bütün dünyadaki bunda buldum. Şarkı Türkistan kömür mahsulotları bütün Xitoy umumiy kömür miqdorining 40%ni egallaydi. Albatta Jallod Shi Jinpingning uchun bundaq guhar zaminning haqliq egalari albatta Uyg'urlar bo'lmasligi kerak. Endi men programmamninki oxirgi uchillarga kelib qoldim. Shu 7 nomerli hujjat haqida to'xtalgandim. Bosh kirish qismida shundaq shu 7 nomerli hujjatda atalmış Şinjanning muqimligidan ansirayotganligi haqida to'xtaldi Xitoy. Buningda yana shu Sharq Turkistonning har qaysi
nahiye şəhərlərdə, ölkələrdə yüz berib atqan Xitay qarşı qurallıq toqunuşlarını tilgə etdi. Ondan başqa Xitay Şinjan'ınki intayin Şarkı Türkistan'ın intayin mühim bir toprak ekanligini, bununki yer astı baylıqlarının naiti köp ekanligini bu hüccətdə alayı təkidləş arqılıq bu zəminni quldan berib etməslik, quldan bərməydiğanlığından ibarət Xitay'nınki özünki iradəsini ifadələydi. Şu yılları 97-ci yılları, 96-cı yılları Deng Xiaoping Şinjan'ı közdən keçirgan vaxtıdımı? Şinjan'ın muqimliği bütün məmləkətinin muqimliği deb iniq oturub qoyğan. Şu baylıqlarını tilgə elib ötüş bilan birlikdə yana Xitayning kadrlarini Şinjan'a yütkəş, Şarkı Türkistan'a yütkəş Ali məktəbini bitirgan Xitay oxucularını Şinjan'a kelib iş qo'yish qatarlıq yeni siyasətlər şu çağda yürgüzülgən, hazır icra qılınıyatqan siyasətlər şu hüccətdə iniq oturub qoyulğan. Onundan başqa Şinjan'dakı asas xəvf və gəvdilik məsələ milli bilgünçilik və qanunsuz dini fəaliyyətlər deb iniq oturub qoyğan. Bu yerdəki kelimenin xəvf keliməsinin küçü intayin zor bo'lib, bir yerda bir narsa xavflik, gavdlik, xavf, xatar ib keladigan bir narsa deb qaragan vaqtida uni cho'qib yo'q qilib etadi. Bu yerdagi milliy bilgunchilik va diniy qanunsuz diniy faoliyatlar deganda milliy bilgunchilik deganda shu qurda biz tilga ilib o'tib ketgan Xitoyga hargiz o'xshamaydigan qo'ru madaniyatlarimiz, mahalla madaniyatlari, sanjaq sap Uyg'ur mahallalari, bu mahallalar barpo qilgan, tuqqan, parvish qilgan ili mashrabları, ili chaqchaqlari, ili xalq naqshillari, ili futbollari, shunga o'xshagan mushundaq vatanning har qaysi shaharlariga tarqalgan özüge xas, məsələn Qashqarning özüge xas, Xotanning özüge xas mashrabları, futbolları, muşlar Xitoyga o'xshamay qilish milliy bilgunchilik bo'lib hisoblanadi. Mushu hujjat chiqarilgandan keyin 1995-yili ilida yo'l qo'yilgan ili mashrab harakati faoliyati tutqun qilish bilan Xitoy askarlarining birma-bir balla ili yaşlarını bir tutqun qilish orqali yo'q qilingan ilini zərlik chekimlikka giribdor bo'lib qolgan ili yoshlari mushu mashrab bilan islom dinini qaytishdan iborat ikki qurol orqali o'zlarini qutqizmoqchi bo'lganda Xitoy bu ili mashrablarning avjib ketishidan intayin ansirab ili mashrablarini yo'q qilgan. Demak, Şinjan'daki asas xavf milli bilgunchilikdan va qanunsuz diniy faoliyatlardan keldi deganlik. Şinjan'daki asas xavf Xitoyga o'xshamay qilishdan keldi deganlikdan iborat. Shuning uchun Xitoy bag'ancha 5-fevral g'ulji qirg'inchiligi va shunga o'xshagan qirg'inchiliklarni ib berish orqali o'ziga o'xshatishga bak tirishdi. Şinjan'daki asas xavf qanunsuz diniy faoliyatlardan keldi deganda, qonunliq diniy faoliyat degan bir faoliyat bo'lmadi oxir. Başda shundaqda oxirda shundaq bo'ldi. Hatto uydan bir joy namoz chiqib qolgan, hatto uydan bir qurol chiqib, Qur'on Karim chiqib qolganlarmi muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilindi. Ro'z tutishlar cheklandi, soqol qo'yganlar, ro'z tutganlar, hatto Allohning tilga olganlarning hammasi turmadi. Shuning uchun milliy bilgunchilik va qanunsuz diniy faoliyatlar Şinjan'daki asas xavf demaklik. Atlaslaringni yig'ishtir, chiman do'plarni, madaniyatlaringni, mahallalaringning hammasini biz yo'q qilamiz. Sen bizga butunlay to'liq o'xshashing kerak. Shuning uchun chanchil o'yinlarimizni, naqshi musiqalarimizni chanchillashtiryapti. Kiyimlarimizni o'zgartiryapti. To'y to'kinlardimi shu Xitoyning kiyimlarini kiyib o'ynaydigan. To'y to'kinlarimizmi Xitoyning chanchil kiyimlarini kiyib davomlashyapti. Ammo bizning Uyg'urlarningki shuncha go'zal naqsh usul musiqalarni Xitoy ayollariga, Xitoy erlariga Uyg'urlarning kiyimlarini kiygizib
o'ynatyaptı. Bularning hammasi qirg'inchilik ib berishdagi bir vositadan iborat bo'lib, Uyg'urlarning hozirgi ahvolga duchor bo'lishi shu 7-nomerlik hujjatninki turtkisi bilan bo'lgan. Shuning bilan sizlarga sunmoqchi bo'lgan, nima uchun Xitoy vatanning ichida jazo lagerlarini qurib, vatanning sirtida nisbatan Shanxay 5 hamkorlik tashkiloti degan tashkilotni qurib, to'xtamay buning Eronga o'xshash O'rta Sharqda Ironni, O'rta Osiyoda yana bir davlatlarni shunda qo'shish orqali, ularga pul berish orqali, ularga yumshoq singib kirish orqali chiroyli gaplar bilan Uyg'urlarni qo'g'lab tutish uchun xizmat qildirayotganligining sababini sharhlagan programmam 2 qism programmam mishada oxirlashdi. Ham Xitoy g'olaydigan asqalda nomli programmamning 21-qismini mishada oxirlashdi. Kelar qitimliq programmamda ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh.